Ya'ni o'sha Misrda qabul qilingan kelishuvda Isroilning manfaatlari to'liq bo'lmasa-da juda ham katta qismi qanoatlantirilgan edi. Ya'ni asosiy masala Hamasning qurolsizlanishi va u yerda texnokrat yangi hokimiyatning kelishlikligi va asirlarning qaytarilishi. Mana bu shartlar bajarildi-da. Va Hamas to'g'ri qurolsizlanmagan bo'lsa ham, lekin bugun Isroilga katta xavf tug'dirmayapti. Va bu agar jarayon o'ziga qo'yib beriladigan bo'lsa va Misr, Turkiya, Qatarga topshiriladigan bo'lsa, bu hukumatni shakllantirish, demak bu xavflar, bu muammolar sekin-sekin bartaraf etish kerak edi, ya'ni yo'qolish kerak edi va tinch yo'nalishga o'tish kerak edi. Amerika taklif etgan reja shu edi o'zi. Va bu rejaga kelish Amerika uchun deyarli 1 yil davom etdi. Trump boshida o'sha 17 ta banddan iborat taklif qildi, keyin 20 ta bo'ldi. Va bu takliflar albatta har doim Netanyahu bilan to'g'ridan-to'g'ri uchrashuvlardan keyin bu bandlar o'zgarardi yoki qo'shimcha qo'shilardi. Va Misrda e'lon qilinishidan oldin men o'ylayman, Trump ham bordi Knessetga, bilamiz, va butun Isroil hukumati va Netanyahuning oldidan o'tdi va ularni tasdig'ini oldi-da. Mana shu kelishuv bo'yicha bo'ldi, qo'shma islamish narsa yo'q. Va u shunga qarab rejalashtirdi keyingi siyosatini va keyingi rejalarini. Bilamiz, Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti u o'sha kelishuvni juda ham hurmat qiladi va uning uchun muqaddas narsa bu kelishuv. Va bu kelishuvda asosan rejalar bilan mustahkamlaydi doim. Va uning rejalarining o'zgarishlikligi uni hafsalasini pir qiladi va uning nima deydi, qaysi qarorlarni o'zgarishiga sabab bo'ladi. Rossiya bo'yicha buni ko'ryapmiz. Ha, xuddi shunday. Va bu holatda hozir Netanyahuni va umuman Isroil hukumatining ayrim bir yangi chiqishlari va yangi rejalarni e'lon qilinayotganligi o'sha biroz oldin e'lon qilingan kelishuv va rejalarga zid kelyapti. Va bu yerda AQSh hukumatining o'zi ikkilanyaptiki, demak, haqiqatdan ham hamma gapirayotgan gap to'g'rimi? Isroilning berayotgan rasmiy pozitsiyasi bilan amalda qilayotgan narsasi butun dunyo bilib bo'ldi-ku buni aslida-yu, lekin Amerika Qo'shma Shtatlari hukumati bunga ishonardi-da. Aslida olganda bu yerda vaziyat boshqacha deb ishonardi. Va doimiy ravishda Netanyahuning vaziyatni tushuntirishini qarsaklar bilan kutib olishgan. Bugun esa ko'plab faktlar, bu Qatar taqdim etgan fakt, Qatar gid bo'yicha xalqaro sudning taqdim etgan faktlari, Turkiya, Misr, Saudiya Arabiston va boshqa davlatlarning berayotgan faktlari Trump jamoasini ham biroz nima deydi, shubhalantiryapti. Va buni tekshirib ko'rish, fact checking qilish bu har qanday siyosatning o'ziga xos prinsipi. Ya'ni bu yerda Trump hattoki xohlamagan taqdirda ham u bu narsani tekshirib ko'rish kerak. U departamentning asosiy funksiyasiga kiradi. Va o'ylaymanki, mana shu tekshiruvlar haqiqatdan ham Trumpning va umuman olganda Amerikaning tashqi siyosatidagi ma'lum bir prinsiplarni qayta ko'rib chiqishiga olib keladi.